alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun siz bilan birgalikda y barobar kx plus b funksiyaning grafikini chizishni o'rganamiz. Xo'sh, demak ketdik. Qanday qilib chizamiz? Demak, birinchi masala bizda berildi y barobar 2x plus 3 degan funksiyamizning grafikini chizishimiz kerak. Xo'sh, qanday qilib chizamiz? Birinchi masala, xo'sh, y barobar 2x ning grafikini chiza olamiz. Y barobar 2x ning grafikini andozasini chiza olamiz. Xo'sh, bundan oldingi videolarda tanishdik. Y barobar 2x funksiyaning grafikini chizishini. Musbat bo'lganda funksiya grafigi birinchi va uchinchi choraklardan o'tadi. Bu bizda 2x ning grafigi. Agar biz 2x plus 3 ning grafikini chizmoqchi bo'lsak, xuddi shu funksiyamizni 3 birlik yuqoriga ko'taramiz. Ya'ni y o'qidan 3 birlik yuqoriga parallel qilib ko'taramiz. Demak, mana 3 birlik yuqoriga o'tkazdik. Endi bu andozasi edi, bu bizga shart emas. Xo'sh, bizning demak funksiyamiz y barobar 2x plus 3 ning grafik chizildi. Xo'sh, grafik qaysi choraklardan o'tadi deydigan bo'lsa, grafik birinchi, xo'sh, ikkinchi va uchinchi choraklardan o'tar ekan. Xo'sh, demak, keyingisi, masalan, savol bo'lsa, y barobar minus 2x plus 6 funksiyaning grafigi qanday qilib chiziladi? Demak, xo'sh, minus 2x plus 6 funksiyaning grafikini chizmoqchimiz. Buning uchun birinchi bo'lib biz minus 2x funksiyaning grafikini chiza olishimiz kerak. Minus 2x funksiyaning grafigi. Bu chizganimiz minus 2x funksiyaning grafigi. Bundan oldingi videolarda aytdik, agar manfiy bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana kx funksiyamizda k'miz manfiy bo'ladigan bo'lsa, funksiya grafigi ikkinchi va to'rtinchi choraklardan o'tadi. Va biz bu funksiyani va bu chizganimiz 2x bu funksiyani 6 birlik yuqoriga ko'chirishimiz kerak. Ya'ni parallel ko'chirishimiz kerak. 6 birlik yuqoriga ko'chirdik. Bu bizga grafik chizish uchun andoza edi. Endi bundan foydalanmaymiz. Xo'sh, demak, bizning funksiyamiz qaysi choraklardan o'tar ekan? Demak, birinchi, ikkinchi va to'rtinchi choraklardan o'tar ekan. Xo'sh, mana shunaqangi qiziqarli misollarni, yechimlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.